Assalomu alaykum, yana bir bor sog' salomatsizlar birodarlar. AIDS organizm immun tanqislik sindromi. Bu nimadan yuqadi? Bu faqatgina chapga borganda emas. Sartaroshga, stomatologga, muolajaga borganda, qarang. Yaxshi zararsizlantirilmagan, ya'ni yaxshi sterilizatsiya qilinmagan tibbiy jihozlardan yuquvchi kasallik hisoblanadi. Har xil yo'llari bor buni yuqish do'stlarim. Undan tashqari aloqada ham. Qarang, buni butunlay davolaydi demayman-u, ammo immunitetni ko'taradigan yaxshi vositani bilaman. Hamma biladi buni, qiling. Rasmiy turibdi kuchalar. 5 ta donasini olib kelasiz o'rtoqlar. 5 kun suvga solib qo'yasiz, iviydi. Va 5 kundan keyin olib postini tozalab, oppoqqina shaklga keltirib yana suvga tashib qo'yasiz, boshqa suvga. Va 5 kundan keyin olasiz, zahri chiqib ketgandan keyin o'zini olib maydalab to'g'rilab, mana shunchagacha spirtga tashib qo'yasiz. Va 1 oy turadi. 1 oydan keyin sizdirib olib, 10 tomchigacha 200 gram kompot yoki suvga solib ichasiz 1 oy. Xolos dam olasiz yana 1 oy. Yiliga 4-5 mahal qilasiz. Buni bok sog'lom insonlar ham iste'mol qilsin. Bo'nak immunitetni bomba qiladi, bok potensial portlatadi. Yosh bolalar, yosh kuyovlarga ham mumkin. Faqatgina tahigardiyasi va davleniya, ya'ni arterial gipertoniyasi bo'lgan insonlarga mumkin emas yoki ehtiyotkorlik bilan qo'llansin. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonat. Xayr, o'zingizga asrang.